Javoblar transferlar o'ziga qanaqa savollarni so'rab chiqaringlar. Barcha xizmatlar mavjud. Avtokredit, eski avtomobillarni getirib jo'ga yangi olishingiz mumkin. Qolaversa bizdan boshqa qilmasangiz ham aloqa chiqaring, o'zimiz yaxshi narx olamiz. Barchalar javoblar transferlarga qolamiz. Yana O'ktam O'tkinovich obunachilarim agar kelib bilmaydigan taqdirga bo'lsa, ba'zi hayot quvvatlari batashishlari, ba'zi bir kunlarning sadaqasi ketadi, ba'zi bir kunlarning kontaktlab ulaydi. Shuning uchun 20 litr benzini bo'lmasa, borib uyidan eski mashinasini olib, yangi mashinasini uyigacha yetib, qonuniy hujjatlari bilan birga video zapis ostiga olasizlar. Men buni o'z nazoratimga olaman. Kelinglar, haqiqatan ham shunday, hamma vaqt lider avtosalonni shunday qiladi. Sakelishlaringiz kerak emas. Telefon qilinglar, biz boramiz, eski mashinalaringizni olib, yangisini uylaringizga yetib, bir piyola choy ichib, kofemi, choymi, suvmi farqi yo'q. Bitta duo qilamiz u. Endi kaknikak biz ham umraga 18-yil borib keldik. Ba'zi bir tifchalar aytadi, siz duo qilasizmi? Nega duo qilmaymiz? Bu kishi duo qilsa, Alloh eshitadi. Allohim aytadi, mendan so'ra, ko'proq so'ra deydi. Men senga beraman deydi. Bandasidan so'rama deydi. Mendan so'ra deydi Alloh. Shuning uchun ixlosu xalos deylar, tojiklar. Kelinglar, telefon qilinglar, uydan chiqib o'tirmanglar. Hozir hayot Instagramniki bo'ldi. 50 yil bo'ldi mashina bozorida. Hammasi shogirdlarim, hammasi bu menga soham. Bitta minus bo'ladimi? Menga kelib chiqadilar. Speedometr bo'ladimi? Yo pitno bo'ladimi? Boshqasi bo'ladimi? Bu dafa telefon qilinglar, men o'zim kelib, mashinalaringizni etib berib, bir piyola choy ustida, kofe ustida o'zim duo qilib beraman mashinalaringizni. Zo'rni zo'r deylar. Zo'r Alloh. O'tkir aka. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Shunday xalqimiz uchun mashinalarni terib qo'ydingizlar, dokumentlarga qancha chopasizlar. Bu aytadilar, mashin freshlarga maza emas. Juda ham mashaqqatli ish bu, juda. Allohning yo'liga javob beramiz bizlar. Shuning uchun zo'rini beramiz. Kelinglar lider avtosaloni. O'zi aytadi-ku, lider. Lider degani bu birinchi degani, to'g'rimi? Ruschasiga lider avtosalon. Nomerlarni men hamma vaqt kelib o'zim nazoratga olaman. Hammasini. Kelinglar, hurmatli mijozlarimiz.